Ovozini eshiting bu Audi'ni jigar. Voydod. Bo'ldi. O'zbekistonda sanoqli bo'lgan Audi A7 ni 3 litr twin turbo motor 55 TFSI, ya'ni polni qari Audi RS body kitlarda turibdi. Kraskasi top-toza. Mana videoga bitta like bosib qo'ying. Yana aytaman, Audi'ni hamma ham tushunmaydi, lekin tushungan odamlar aynan shu apparatni qidirib yurishibdi. Tем более bunaqa narxga turmaydi. Polni kraskasi top-toza deyaptilar. 64 ming probeg, 2021-yil va 3 litr turbina motor. Plus stage qilingan stage 1lar. 430 ot kuchi, 4 sekund 0 dan 100 gacha. Maksimum full komplektatsiya. Bitta panoramasi yo'q, lekin akustikasi ham top bang, Olufsen yog'och fon detallari. Rullargacha Alcantara ekan ham qara, o'rta konsol qismlari ham hammasi sensorli. Yana bitta monitor. Xullas, mashina tiniq, ya'ni kojniy sidena laminatsiyalarda turibdi. Va video ko'chada ko'rsangiz ham voydod, nima model bu deyishadi. RS O'zbekistonda sanoqli bunaqa RS bodikit qilingan. Ha, 7 lani o'zi sanoqli, bilsangiz kerak. Michelin balonlarda turibdi. Srochniga bu apparatni pul yetishganida 54.900 ga bosib yuborsangiz bo'ladi. 54.900 bosib yuboring, bunaqa apparatlar turmaydi. Chunki Audi'chilar ko'p, Audi'ni o'zi kam bizada. Bosib yuboring, bitta haydab ko'ring.